Dadasi! He, ona. Hey, yo'qoldasan. Dadasi, bitta savolim bor-da, aytmasam bo'lmaydi. O, sana mana shu iflos savollaringda yaqinda ajrashib ketamiz. Shu savol kechadan beri ichimda tirnayapti-da. Agar hozir shu savolni bermasam, ertaga peshingamni, shomgamni chiqarishadi-da. Iltimos xotin, bor o'sha burchak-burchakda o'ynab turgin. Yo'q, hozir aytaman. Savol. Hozir bir ikkita harom savollardan beradi, hammasini rasvo qiladi. Men bitta narsani bilib qoldim-da. Sen butun mahallada nima bo'layotganini bilarding-ku. Qanday sen bilmaydigan narsa bor ekan? Nimani bilib qolganimni aytaveraymi? O'lsin, ayt. Men bor-ku, siz nima uchun meni yaxshi ko'rmasligingizni bilib qoldim. Bu menga ham qiziq. Nimaga ekan? Demak, yaxshi ko'rmasligingizni tan oldingiz. Ya xotin, men seni yaxshi ko'rganman-ku, yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'raman-ku. Endi meni qaytadan sevib qolmagunizcha ko'zimga ko'rinmang. Tuppa-tuziga o'tirdim mana shu kitobchani o'qib. Bitta iflos savol bilan hammasini rasvoy radd qildi. Xotin? Men seni sevaman-ku. Sezmayapman-da. Sezishga harakat qilgin. Sezgim kelmayapti. Amayli, unda keyin kelarman. Mayli xotin. Chalg'ima. Men sevishda davom etaman. Xotin. Nima? Seni bir sevgani keldim-da. Sevgis Slabi.